O'zbek multfilm HD Telegram kanali taqdim etadi. Tanishganimdan xursandman. Anna juda go'zal ayol. Rahmat, Brian. Anna bizning doimiy mehmonimiz bo'ladi. Biz birga ishlayapmiz. Dada, u yolg'onchi. Bu aşk, yondosh olamdan kelgan jodugar. Pol, U yovuz, u faqat vayronaliklarni keltiradi. so'zlariga e'tibor berma. Bizni ma'zur tutasan. Senga nima bo'ldi? Alahsirashlaring yo'q bo'lib ketgan deb o'ylagandim. Bu alahsirash emas, aşk jodugar. Aljiraman, Pol. Xirli xonim qadimshunos. U Kristinaga ham yoqib qoldi. Uni Kristinaga yaqinlashtirmang. Pol, o'tir. O'tir dedim. Xirli xonim islandiyalik. Sal g'alatroq gap. U aldayapti. So'zimni tugatib olay. Anna mendan yordam so'radi. U qadimiy kitobni topgan. Unda quvvat manbalari haqidagi axborot qayd etilgan, g'aroyib texnologiyalar ta'riflangan. Tushunyapsanmi? Dada, U quvvatdosh olib bu ketdi. afsungarlarning texnologiyasi, ular sovut kiyib yurishadi. Aljirama. Ishoning, Riananing dunyosida hokimiyatni egallash uchun aşkga kuchliroq aslahalar kerak bo'ladi. Nega unday o'ylayapsan? Meni ayollardan qizg'anyapsanmi? Onangning o'rnini hech kim egallamaydi. Oyimni bunga nima aloqasi bor? Aşk bilan ishlamasangiz bo'ldi. Agar tajribalar muvaffaqiyatli o'tsa, texnologik inqilob yuz beradi. Biz arzon, ekologik toza quvvat manbaini kashf etamiz. Sen esa Annani tinch qo'y. Tushundingmi? Men uni hoziroq haydab yuboraman. Yo'qol bu yerdan. Aks holda politsiyani chaqiraman. Bankni mashinasini talaganing uchun ham seni qamoqqa tiqishadi, bildingmi? Pol, dodlashni bas qil. Anna, men juda afsusdaman. Hech qisi yo'q. Pol shuni xohlasa, men ketaman. Yur, laboratoriyada ishlay qolamiz. Pol esa hali sog'ayib qoladi. Oilangizda janjal bo'lishini istamayman. Janjal yo'q. Meni mashinada kutib tur. U sizdan foydalanyapti, dada. Bo'ldi. Sen uyda o'tir. Kristinaga aljirab yurma. Bu ahvolingga u chiday olmaydi. Sen bilan keyin gaplashamiz. Kristina, uxlayapsanmi? Uyg'onib bo'ldim. Nima edi? Men ketishim kerak. Ahvoling yaxshimi? Yaxshi. Qayoqqa bormoqchisiz? Yolg'iz o'zim cho'chiyman. Qo'rqma, men tezda qaytaman. Anna chiroyli ekan-a? Dadamga ham yoqib qoldi. Balki bir-birlari bilan turmush qurishar. Bunga ishonish qiyin. Riana, men Ashkani topdim. Qayerda? Bizni uyimizda. Otam unga yangi sovut yasab beryapti. Uni jodugarligini dadangga aytdingmi? Aytdim, lekin u ishonmadi. Qanday ishontirishni bila olmadim. Video kamera. Uni olib kelganman. Ashka bilan Grivini tasviri bor. U qayerda? Seni g'aladoningda. Butunlay esimdan chiqib ketibdi. Dadamning ishxonasiga borib tasvirlarni ko'rsatamiz. Shunda ishonishga majbur bo'ladi. Kristina uxlab qolgan shekilli. Orqa eshikdan boramiz. Kristina! Derazadan kirish kerak. Riana, bu meni uyim. Sen yaxshisi shu yerda tur. Nima uchun? Kristina kelganingni bilmaydi. Qo'rqib ketishi mumkin. Yordam beringlar. O'g'ri keldi. Yordam beringlar. Kristina, bu menman. Kechiring. Nega buncha qulflanib olding? Yolg'izlikda qo'rqdim. O'g'rilardan qo'rqaman. Nimani qidiryapsiz?
Mana u. Buni qayerdan oldingiz? Alexdan. Dadamning oldiga boraman. Uyga hech kimni kiritma. Tushundingmi? Xo'p, nimaga? Keyin aytaman. Soqchi meni taniydi, lekin seni kiritmaydi. Darvozadan oshib tushsakchi? Bu afsungarlarning qasri emas, monitorli video qo'riqlash tizimlari o'rnatilgan. Men soqchini chalg'itib turaman. Sen mashinani ichiga tushib ol. Salom Tedam aka. Salom, Pol. Dadangning oldiga Ha, kelyapsanmi? kun isib ketdi. Birozdan keyin qizib ketadi. Yomon urilmadingmi? Yo'q shekilli. Oftob urganga o'xshaydi. O'zimga kelib qoldim. Uzr. Yigitcha otasini yoniga kelyapti. Binogacha olib bora olasizmi? Albatta, o'tira qol. Yetib keldik. Soyada ko'proq yur. Tushundingmi? Rahmat. Uzr, sal ko'ngilsizlik bo'ldi. Hech qisi yo'q. Endi ichkariga qanday kirishingni o'ylashimiz kerak. Zo'r fikr bor. Ketdik. Bu yoqqa. Bular parvozni nazorat qilish tugmalari. Magnit maydonining yo'nalishini o'zgartirish uchun. Bu ko'tarilish, bunisi esa qo'nish. Yon tomonlarga harakatlanma. Buni hali tekshirib ko'rganimiz yo'q. Quvvatni ula. Quvvatni sekinlik bilan ko'paytir. Tayyormisan? Ko'tarilish tugmasini bos. Qani, boshladik. Uddalladik. Brian, bu mo'jiza. Juda balandga ko'tarilma. Quvvatni o'chir. Ahvoling yaxshimi? Ha. Bunga nima bo'ldi? Ortiqcha quvvatlanish. Simlari kuyib ketibdi. Tashvishlanma. Hozir tuzataman. Albatta. Orzu qilishga ham bo'tin olmagan ishimni amalga oshirding. Men ucha olaman. Afsungarlar unga bas kelisha olmaydi. Tashvishlanma. Dadam tasvirlarni ko'rsa ashkani haydab yuboradi. Uning egnida sovuti bor paytda tavakkal qila olmaymiz. Meni shu yerda kutib tur. Dada, Senga uyda singling bilan o'tirishni buyurmaganmidim? men uzr so'ragani keldim. Harli xonim, meni kechiring. Men yolg'on gapirgandim. Bu boshqa takrorlanmaydi. Uzr. Tan olganingdan xursandman. Dada, bir narsani so'rasam maylimi? Albatta.
Menga noqulay gap bir qiz haqida edi. Shundaymi? Xonangizga kiraylik. Mayli. Kechirasan, Anna. Muhim gapi borga o'xshab qoldi. Hozir kelaman. Pol, mendan uyalishingga hojat yo'q. Biror narsadan tashvishda bo'lsang, seni tushuna olaman. Qizlar bilan do'st tutunish oson emas. Qani, dardingni aytchi. Eshitaman. Ashqa boshqa olamdan ekanini isbotlab beraman. Pol. U o'z rejasi haqida gapirgan. Riana esa buni tasvirga tushirgan. Riana, tasavvuringdagi o'zga sayyoralik qizmi? U tasavvurimda emas, Riana shu yerda. O'rgimchak odam hammi? Siz tasvirlarni ko'ring. Agar shunda ham ishonmasangiz, bu haqda boshqa gap ochmayman. Bo'ptimi? Juda qiziq ekan. Sal nariroqda. Men kun bo'yi kutib o'tira olmayman. Hozir. Mana u. Mana. Hech narsa ko'rmayapti. Tasma ishdan chiqibdi. Bu Ashqa. U sovutni ishlatyapti. Pol, o'tir. Men shifokorni chaqiraman. Men jinni emasman. Shoshma. Riana. Dada, menga O'tir. Menga xotirjam tushuntir. Xo'p. Riana. Riana qutida edi. Pol. Anna. Ashqa yo'q, u sovutni olib ketibdi. Endi nima qilamiz, dada? Sen tufayli kashfiyot yo'qqa chiqargan bo'ldi. Ashqa Rianani olib ketgan. Pol, o'zingga kelsang-chi. Riana. To'siqni berkiting, tezroq. Pol. Riana mashinada edi, uni ko'rdim. Nima to'polon? Meni o'g'lim bir qiz bilan kelganini ko'rdingmi? Rostini ayt. Yo'q. U yolg'iz kelgandi. Men uni chalg'itib turgandim. Polni oftob urgan ekan. Rahmat. Pol, chamasi sen hali to'la tuzalmagansan. Miyangda g'alati tasavvurlar uyg'onyapti. Ashqa Rianani o'g'irlab ketdi. Politsiyani chaqirish kerak. Seni uyga olib borib shifokorni chaqiraman. Bo'ptimi? Rianani to'xtatishim kerak edi. Seni aybing emas bu. Opang juda ham oq ko'ngil qiz. Qizimizga qattiq qo'l bo'lishimiz kerak edi. Uni bir marta jazolaganingizda kavshingizni chumollarga to'ldirib qo'ygandi. O'shanda oyog'ingiz rosa yemishib ketgan. Hukmdor kelyapti. Xabarnomangizni oldim. Rianani topdinglarmi?
Uxla. Yura qol. Qayerdaman? Hech kim topa olmaydigan joyda. Tipirchilama, yo'qsa Polning ahvoli yomon bo'ladi. Sizni aldaganimdan nima foyda? Aldayapsan deyotganim yo'q. Sen bunga ishonayapsan, lekin so'zlaringda haqiqat yo'q. Singlini qo'rqitmaslikka harakat qil. Sizningcha aqldan ozganmanmi? Nima bo'ldi? Hech narsa bo'lgani yo'q. Ahvoling yaxshimi? Dada, yozuvlarni ko'ring, iltimos. Pol, o'zingni bos. Alo? Anna, Riyanani qayerdaligini so'rang. qayerdasan? Nimaga ketib qolding? Pol bilan yolg'iz qolishingiz kerak deb o'yladim. Xafa emasmisan? Albatta yo'q. Ishni qachon davom ettiramiz? Meni uyimga kelaver. Nazorat uskunasini tuzatsam bo'ldi. Yaxshi. Men tushlik olib kelaman. Juda soz. Ko'rishguncha. Yo'q, uni uyga kiritmang. Iltimos, dada. O'zi nima gap? Pol, joyingga yot. Uning haydovchilik guvohnomasi va kredit kartasi bor yo'qligini so'rang. Unda bu narsalar yo'q. Qanaqaligini ham bilmaydi. Bitta so'rab ko'ring, dada. Doktor Marsatni mumkinmi? Men Brian Reynoldsman. O'g'limni miyasi lat yegan. Pol. Pol. Senga Alex kerakmi? U uyda yo'q. Qayerga ketgan? Dadamning ishxonasiga bir bola o'lchagichni ko'tarib yuribdi. U yerda allaqanaqa nurlar ko'payib ketganmish. Bu yerda magnit nima qiladi? Men temirdan yasalmaganman-ku. Magnit maydoni miyaga ta'sir qiladi. Agar u kuchli bo'lsa, odam tentak bo'lib qoladi. Oying doim menga g'alati qarayveradi. Magnitni ishlating. Men maydon kuchini o'lchab ko'raman. Dada, men hozir kelaman. Pastdagi to'lqinlarni ham tekshirib qo'yay. Pol. Sen bu yerda nima qilyapsan? Dadam Ashkaga yangi sovut yasab beryapti. Nima? Ikkovlari qadrdon bo'lib olishgan. Ashka Riyanani o'g'irlab ketdi. Riyanni uyiga qaytib ketgan. Esingdan chiqdimi? Bu nima deganing? Alex, menga yordaming kerak. Riyanani qutqarishimiz shart. Iltimos. Pol, sarguzashtlar jonimga tegdi. Odamga o'xshab yashashni o'rgan. Menga qara. Bu cho'pchak emas. Pol, bu yerga kirish mumkin emas. Alex uchun men maxsus ruxsatnoma olganman. Alex, iltimos. Menga yordam ber. Kechirasan, men bandman. Hozir. Salom, Kristina. Dada, Anna keldi. Shokoladli muz qaymog'ini yoqtirasanmi? Ha, rahmat. Salom. Seni ko'rganimdan xursandman. Bugun juda go'zalsan. Rahmat, Brian. Ichkariga kiring. Pol uydami? Bu cho'pchak. Aldab nima qilaman? Alex bilan do'stlashganim senga yoqmayapti. Buncha ham ahmoq bo'lmasang. Katrina, kim kelibdi? Hech kim.
Yaqinda mashinalar ham kerak bo'lmay qoladi. Uchish imkoni bo'lganida kemam yerda yurishni xohlardi. Neft kompaniyalari kasodga uchraydi. Sen nihoyatda boyib ketasan. Yo'q, Brayn. Ikkimiz boy bo'lib ketamiz. Sensiz bu ish amalga oshmasdi. Qayerda edingiz? Nari tur. Buni menga ber. Ber dedim. Buni senga bermayman. Nima gap? Pol, bas qil. Riyanani nima qilding? Nima deyotganingni tushunmayapman. Yolg'on gapirma. Pol, Janjallashmanglar. Singlingni qo'rqityapsan. Qo'rqma, hammasi yaxshi bo'ladi. Yordam beringlar. Qaranglar. Yordam bering. Senga nima kerak? Seni yordaming. Tushingni suvga ayt. Soutni takomiliga yetkazishim kerak. Keyin o'z olamimga qaytaman. Meni boshqa ko'rmaysan. Riyana qayerda? Hozircha tirik. Uyog'i senga bog'liq. Otang va singlingni hayoti ham garovga tikilgan. Menga xalaqit berma, Pol. Anna, bu yerda nima qilyapsan? Shovqin eshitilgandek bo'lgandi, shu yoqqa kirdim. Pol qo'rqinchli tush ko'ribdi. Endi hammasi ortda qoldi. Shundaymi, Pol? Endi tinchlandingmi? Ha. Yarashib oldik-a? Xayrli tun.